Abdurauf Fitrat o'zbek jadidchilik harakatining yetakchi vakillaridan biri bo'lib, u nafaqat adib, balki faylasuf, tilshunos, tarixchi va siyosiy arbob sifatida ham tanilgan. Fitratning ijodi nihoyatda rang-barang bo'lib, u she'riyat, nasr, dramaturgiya va ilmiy asarlar yaratgan. Uning munozara asari jadidchilikning dastlabki manifestlaridan biri hisoblanadi. Ilmiy faoliyatida Fitrat o'zbek tili va adabiyotini chuqur o'rgangan. U til masalasiga alohida e'tibor berib, o'zbek tilining boyligi va imkoniyatlarini asoslab bergan. Shuningdek, u Sharq va G'arb madaniyatini qiyosiy o'rganib, milliy taraqqiyot uchun yangi yo'llarni izlagan. Fitrat siyosiy hayotda ham faol bo'lgan. U Buxoro jadidchilik harakatining yetakchilaridan biri sifatida islohotlar uchun kurashgan. Ma'rifat, erkinlik va mustaqillik uning asosiy g'oyalari edi. Aziz kitobsevarlar, sizlarni Abdurauf Fitrat ijodi bilan yaqindan tanishishga chorlaymiz. Uning asarlarida ilm, ma'rifat, erkinlik va millat ravnaqi g'oyalari chuqur yoritilgan. Ayniqsa, jadidchilik ruhidagi asarlari bugungi yoshlar uchun ham katta ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan sizlarni Quyuchirchiq tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyurib, Fitrat asarlarini o'qishga taklif qilamiz. Keling, birgalikda bilim va ma'rifat sari qadam qo'yaylik.